Qadrli do'stlar, O'zbekiston uchun, sizlar uchun yangi mahsulot olib kelindi. Transformer Optimus Prime degan nomlangan kamerani itlar, ishoninglar, bunaqasi yo'q hali. 360 gradus ishlaydi, mana o'rtoqlar. 3 ta kamerali, bemalol любой joyga dastavka qilib beramiz. Mana kolonkasi ham bor o'rtoqlar. Agar buni oladigan bo'lsangiz, sizga fleshkasi qo'shib beriladi mana. Yana nima qilinsin? O'rtoqlar, svet o'chib qoldi. Anaqa edi, ashpayt kim kirgan ekan, kamera o'chib qoldi deb o'tirmaysizlar. Quyosh paneliga ishlaydi o'rtoqlar, bo'ldi. Ultra binafsha nurlari bilan shunday olib, shunday hamma yoqni yoritib, ko'rib, teshigigacha bunday qarab, mana u kirdi, mana u kirmadi deb ko'rib beradigan haqiqiy kamera shu bo'ladi. Faqatgina Yumi do'konlarida kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiramiz. Buni narxi 1.100.000 so'm. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Aytib o'tganimdek fleshga qo'shib beriladi. Dastavkasi tekin. Yana nima qilaylik o'rtoqlar? Shunday boradi mana. 1 million uchun bunday kartadan tashlaysiz, bo'ldi, qo'lingizda. Fleshkasi ham bor. Mana quyosh paneli ham bor. Svet o'chdi, boshqa o'chdi deb o'tirmaysizlar. Xullas o'rtoqlar, sizlarga eng zo'rlarini tavsiya qilamiz. 360 xavfsizlikda bu yog'i yo'lga qo'yaverish kerak, baribir hamma narsani oladi. Xudo xolasa sizlarga ilindik. Bu sim kartaga ishlaydi. Eng qizig'i, sizlarga ham taklif qilaman. Telefon orqali o'tirib, kim kirdi, kirmadi, hammasini bilib o'tirsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Bu yog'i qo'y yog'i.